Tushda tish ko'rishning ta'birlari. Tushda tish ko'rish qarindoshlar, yaqin kishilardir. Tepa tishlar erkaklar, pastki tishlar ayollarga nisbat beriladi. Jag' tishlari moddiy va ma'naviy ehtiyojlarni ifodalaydi. Tushda tishlarga nima bo'lganini ko'rish qarindoshlar, yaqinlarning holiga ishoradir. Ortiqcha tishi chiqqanini ko'rgan kishi qarindoshlaridan foyda ko'radi. Tishining kamligi zarardan darakdir. Homilador ayol tishining qo'li yoki etagiga tushganini ko'rsa, bola nobud bo'ladi. Tishlar oila a'zolaridir. Tepa jag'dagi tishlar tush ko'rgan kishining ota tomoni qarindoshlaridir. Pastki jag'dagi tishlar esa ona tomon qarindoshlaridir. Ikkita pastga va ikkita ustki jag'da joylashgan oldingi 4 ta tishdan past jag'dagi ikkitasi tush ko'rgan kishining eng yaqin avlodlaridir. Tepa jag'dagi oldingi ikkita tish ota va amakidir. Qoziq tishlar tush ko'rgan kishining amakivachchalari yoki yaqin do'stlaridir. Qoziq tishlarning yonidagi tish tush ko'rgan kishining oilasidagi hammaning ishonchini qozongan boshliq yoki uning do'stidir. Oldingi oziq tishlar tog'a va tog'avachchalar yoki nasihat berishda ularning o'rniga o'tadiganlardir. Orqa oziq tishlari tush ko'rgan kishining bobolari va faxrlansa arziydigan o'g'illaridir. Pastda joylashgan oldingi ikkita tish ona va ammadir. O'ng tomondagisi ona, chap tomondagisi ammadir. Agar tush ko'rgan kishining onasi yoki ammasi bo'lmasa, u tishlar uning singlisi yoki singlisining qizlaridir. Ulardan keyingi o'tkir tishlar tush ko'rgan kishi oilasining kattasi va hamma tomonidan hurmat qilinadigan xo'jayin yoki uning o'rnini bosuvchi kishi hisoblanadi. Pastki jag'da joylashgan oziq tishlar tush egasining xolasi yoki tog'asining qizidir. Orqa oziq tishlar tush ko'rgan kishining uzoq qarindoshlaridir.